Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana inshaalloh karlik baranchalarimiz sotuvga chiqdi. So'raganlar ko'p edi. Sotuvga chiqqan paytda kanalimizga joylaymiz deganmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz. Hozir ishlatib oldik 1122 mizni ham, shu nomerni ham. Juda chiroyli chiqdi, ko'z tegmasi mashalloh. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Karlik dekorativniy baran. Ranglari, tumshuqlari juda chiroyli chiqdi. Xudo xohlasa, quloqlari tashashni boshladi mana. Mana tashashni boshlagan quloqlari. Xudo xohlasa 5-10 kun ichida tashlaveradi yana ham. Bemalol yemga kirib bo'ldi quyonchalarimiz. Karlik baranchalarimiz bular. Endi hozir jinday netroq ko'rinib turgan bo'lishi mumkin. Telefonimiz jinday nimaroq, xiraroq. Lekin yonidan ko'rsalaring, ya'ni живой ko'rsalaring, sifati juda chiroyli. Aloqaga chiqaverasizlar, kimga qiziq bo'lsa sotilaveradi. Endi buni aytganlar bor. Anchadan beri kutayotganlar bor. Sotiladigan paytda o'zim video qilaman deganman. O'shalar ham albatta ko'radi. Bemalol kelib olib ketaman deganlar kelib olib ketaveradi yoki chiqarib yuboramiz. Albatta like'larni bosib qo'yamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib, podpishka qilib yuborasizlar degan umiddamiz. Hammaga rahmat. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navro'z bayramlari muborak bo'lsin barchamizga. Hayit ayyomlari, Navro'z bayramlari muborak bo'lsin. Hamisha sog' bo'linglar.